Hey, barchaga salom sizlar bilan Reverchek. Bugun biz Minecraft Lego sandiqlarda tasodifiy droplar. Maqsadimiz esa olmosh topish. Ha aytgancha, kanalimga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Bolalar, biz mana spawn bo'ldik. Yo, spawn вообще cho'tki-yu. Xo'p, biz cho'l tarafiga ketamiz, chunki cho'lda qishloq bo'ladi. Bolalar, biz 89 ta bo'ldik. 100 taga harakat. 100 ta bo'lib olaylik. Hop, biz boraveramiz. Ye, qishloqcha? Burdanigami? Qishloqlarda sandiq bo'ladimi? Roma qishloqlarda sandiq bo'ladimi? Bo'ladi. Qishloq ko'rib chiqaylikchi. Yo, kompot to'yi. Maqsadimiz olmos topishligini aytgan bo'lsam kerak-a? Yo, bu qishloqqa nimadir bo'lgan. Mayli, kompot to'yini ko'rish kerak. Yo. Rosa o'zgarib ketibdi-yu. Mayli, mana bu narsalarni olish kerak. Maqsadimiz olmos topish. Yo. Bu uyda nimadir boshqacha. Asosan bu o'yinda bunaqa narsalar bo'lmasligi kerak uyda. Ikkita sandiq bor ekan. Qaysi birini ochamiz? O'ynagisimi yo chapdagisimi? Men o'ynagisini ochaman. Yashadi aka. Men chapdagisi qolsin. Chunki men o'ynagisini tanladim. Agar ichida olmos bo'lgan bo'lsa, bu uyda hech narsa yo'q ekan. Dagasi ketamiz. Voy, yana bitta temirchi uyi. To'xtanglar, hozir menga ko'rindimi yo ichida sandiq bormi ekan? Bo'la. Agar shu ikkala sandiqdan qaysi birini ochaykin? Roma ayt, qaysi birini ochishimiz kerak? O'yindagisi. Mayli. Va bu yerda olmos chiqdi bolalar. Maqsadimizga erishdik. Afsuski videomiz shu yerda tugaydi. Men challenge yutdim. Barcha tomoshabinlar uchun addush rahmat. Sizlar bilan Reverchek bo'ldi. Barchaga xayr. Challenge bo'lsa yozib ketinglar.